Tak, assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaxshi ko'rinyapmanmi? Xullas, bugun men sizlarga mana bu hayotimizda tez takrorlanadigan mana shu so'zlarni tushuntirib berishga chin yurakdan bor tushuncham bilan harakat qilaman. Mana eng chekkadan boshlaydigan bo'lsak, juda yoshlikdan ko'pchilikka tanish so'z, paxan. Ko'pincha nima deydi, gruppani paxani, nima deydi, yana boshqa gaplar bor-ku. Sinfimizda paxani degandek. Bu Sardor tipa gruppaning otasi degandek gap. Shunday gap. Aslida ko'p ham ota degan ma'noni beravermaydi. Sardor, yetakchiga ham tortmaydi. Gruppani zo'ri degan ma'noni beradi. Shunday tarjimasini yozishim shart emas buni. Hamma tushundi. Ugl. Mana bu so'z ko'pincha hech kim e'tibor bermaydi. Mana bu ko'mirni tarjimasi. Oxirgi mehkiznak bo'lsa. Qisqa birdaniga tushunarli qilib aytib o'tiraman. Mana bu burchak tarjimasi. Угловой bo'lsa, угловой. Ya'ni mana bunday. Угловой. Burchak bo'ladi. Burchak to'pa tipi shunday. Уголовный bo'lsa, jinoiy ish bo'ladi. Уголовный deva, jinoiy ish. Starshi, katta. Endi yoki yetakchi. 3 minutda aytib tugatishim kerak deyman buni. Как dela? Ko'pincha ishlatgan, ko'p duch kelgan so'zlarimiz. Qanaqasan, qandaysan degan ma'noni berib ketaveradi. Ruka или ручка. Ruka ko'pchilikka ma'lum, qo'l. Ruchka esa ko'pchilik tushunmaydi. Bu dastak. Tutqich. Ushlab turadigan. Уголовый. Уголовый buni hozir tushuntirib o'tdik. Mana bu so'zga har kuni ishlatamiz. Magazinda, bozorda piyozning svejimi, ko'katning svejimi yo boshqa narsa svejimi. Svejий so'zi yangi degan ma'noni berib ketaveradi. Unda новенький degan ma'nosi nima desang, shular bilan sinonim bo'lar. Свежий faqat o'simliklarga ishlatiladigan, yeguliklarga ishlatiladigan so'z. Уже, darvoqe. Я уже закончил. Men darvoqe tugatdim. Mana bu so'zga juda ko'p duch kelamiz. Udar. Udar chiqdi, zo'r chiqdi deymiz. Aslida zarba bu. Zarba. Уже, darvoqe. Свежий, yangi. O'simliklarga. Короче so'zdan keyin ko'pchilik ko'p gapirib ketadi-da. Bu yerda короче'ni o'rniga на самом деле'ni ishlatsak bo'ladi. На самом деле degani на самом деле'ni o'rniga, mana короче'ni o'rniga на самом деле'ni ishlatsak bo'ladi aslida. На самом деле degandan keyin ko'p gapirsangiz bo'ladi. Короче'dan keyin aslida bizda hozir teskarisi ketyapti. Короче'dan keyin ko'p gapiryapti. Aslida короче'dan keyin odam qisqa gapirish kerak. Yo'q, короче bo'lmaydi deyish kerak. Ana shunday. короче'ni xullas mana shunday bo'ldi-da debdi bir boshdan tushuntirib ketyapsiz. Voqea mana shunday bo'lib ketyapti. Короче degani qisqasi yoki qisqa. Mana shunday. На самом деле, vaholanki degan ma'noni berib ketadi. Потому что. Chunki, oddiy chunki. Nimaga deganda deb o'tirmak? Chunki bu. Regulярно. Tartibli, shunday disciplinirованный degani. Regulярно, tartibli. Shunday bu ham tartibli bo'ladi-da. Bitta расписаниеga oid, regulярно, misol oyma-oy, kunma-kun, oddiy bitta soatga aniqlangan tipa ritmda chut-chut qoldi-ya, urib ketishiga, chut-chut qoldi-ya, tushib ketishiga, chut-chut qoldi-ya, bir narsa sodir bo'lishiga. Sal-sal. Высокий, высоковольтный degan joylar bor Toshkentda. Высокий degani baland degani. Высоковольтный degani yuqori kuchlanish, yuqori to'planish, nima?
tuk bor joylarda, endi stansiyasi bor joylarda aslida bu baland ekan. Baland yoki yuqori. Yuqori. Почему yoki zачем. Zачем deymiz. Почему degan sinonim ham bor. Nega yoki nimaga? Nega yoki nimaga? Shunaqa ma'zun yoqisini yozmasam bo'lardi. Сколько, nechta, qancha? Nechta yoki nechi, qancha? Tupik ko'cha deymiz, oxiri yo'q berk ko'cha degan. Tupik ko'cha degani oxiri berk ko'cha. Oxiri berk. Ko'chasini qo'shib qo'ying. Endi bu yerda tupikka ko'p narsani kiritish mumkin-da. Ishlash joyidagi joylarda ham, masofalarda ham tupik deyish mumkin-da. Salomat bo'lasizlar. Keyingi videoda qaysi so'zlarni ma'nosini aytgan bo'lsalar, kommentariyada yozishlarini so'rab qolamiz. Like bosishdan chiqmasin. Salomat bo'linglar.